Tovoqsoy kanyoniga mashinada borsa bo'ladimi? Videoni oxirigacha ko'ring, mana siz aytib beraman. Tovoqsoy Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan. Toshkentdan atigi 40 kilometrda. Qishloqqacha yo'llari juda ham yaxshi. Qishloq tugagach asfalt ham tugaydi, lekin yo'llariga chidasa bo'ladi. Kanyongacha yengil mashinada borsa bo'ladimi? Bo'ladi, bu ko'proq sizning tajribangizga bog'liq. Kanyonga lokatsiya va trek kerak bo'lsa, Telegram kanalimda olasiz. Tovoqsoyga kelmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingiz bilan hujjatlaringizni olishingiz kerak. Sababi Tovoqsoy Qozog'iston chegarasiga juda ham yaqin joy. Va yana bitta tavsiya: agar 1-2 kun oldin kuchli yomg'ir yoqqan bo'lsa, unda mashinada Tovoqsoyga kelmaganingiz yaxshi. Sababi yo'llari loy boradi va mashina sirpanib jarlikka tushib ketishi mumkin. Biz esa keldik, mashinani shunda sharsharaga taqab, birinchi navbatda ovqat yeb olib, keyin kanyonga yo'l olamiz. Menyuda esa qovurilgan qo'ziqorin va Foodmax kompaniyasidan jiz. Mazasiga gap yo'q. Qorin to'q, g'am yo'q deb kanyonga yo'l olamiz. Hattoki bu sigir ham jizga tan beradi. Mashinadan kanyongacha attiga 100 metr piyoda yurish kerak. Yoqqan bo'lsa sizdan like va podpiska. Obzorni Ison Jumayev qilib berdi. Lokatsiyamiz homiysi Foodmax kompaniyasi. Aytgancha, tabiatga kelganingizda iltimos shaxsiy chiqindilarni olib ketish esingizdan chiqmasin. Hayvonlardan birinchi farqimiz biz insonmiz. Insonligimizni unutmaylik.